O'rtoqlar, mana bu yo'lda avtobusda nima qo'yib olgan? Radar qo'yib olgan. Buni mumkin emas-ku bu o'zi. Atmen bo'ldi. Bu nima bu yerda turibdi bu? Gayret turib olgan. Kamera qo'yib olgan. Bu Samarqand viloyati Pastarg'om tuman Go'zalkentda gayla turibdi mana. Akang o'rta xodim. Tushamiz. Hop. Salom. Soling sasi. Qanday? So'rovchi? Zo'rmisiz? Nima ekan debman. Nima qilyapsiz? Turibmiz, paxta punkt. Paxta bu nima bu radarlar qo'yib olgansizlar? Bu radar o'chib qo'yamiz. Bu migalka paxta punktga. Kamera ishlamayapti. Aniqmi? Hushyorlikka chorlash uchun. Teginmang. Ichkarisini ko'rsatib chiqardim. O'zingizga mumkin emas. Ha? O'zingiz Yuring ko'raylikchi. Yo'q, ishlagan. Yuring. Ichkarisiga mumkin emas, og'a. Yo, men kirmayman. Nimaga? Ishlasa svet yontiradi. Ha, paxta punktga turibsiz ekan. Bu yoqqa qo'ysangiz bo'lmaydimi? Moshinni. Ichkaga xalaqit beradi. Bo'yni ham bu yoqda turgandingiz, kelayotganimda vaqtim yo'q edi, to'xtalmadim. Lekin hozir 1-sentyabrdan multiradar qo'yishlar atmen bo'lgan bilasiz, ha? Bu radar emas. Ha, nima bu? Kuzatuv kamerasi. Kuzatuv kamera? Mana bularmi? Multiradar emas, migalkasi bo'lmasa atmen bo'lgan, bilasizmi? Bu kuzatuv kamerasi. Shu kuzatuv kamerami bu? Bunisi-chi? Ha. Kamera qo'yib olgan, mana bu davlat raqami. Xodim bu yerda turibdi. Bilmadim bu qanday bu ish faoliyat olib boryapti bu yerda. So'rovjon bu. Sizni kerak emas. Menga qarang. Radar bo'lgan taqdirda. Bu kuzatuv kameraga o'xshamayapti-yu. Radar qanaqa bo'lishini bilasizku, aka? Endi har xili bor-da, har xili bor. Radar faqat bir xil. Qanday? Bu birinchidan. Radar bu patrul mashin, migalka. Bunga nima bo'lishi shart emas, znak bo'lish. Agar radar bo'lsa ham, ikkinchi tomondan bunda radar yo'q. Kuzatuv kamerasi. Bu quvib o'tish, palasa bo'yicha ishlaydigan eng Ha, bu yerda palasa yo'q-ku. Shuning uchun ishlatmayapman, migalka yoqib turibman. Traktorlar ogoh bo'ladi, uzoqdan kelayotgan odam hushyorlik tortadi. Sizda hozir bor-ku, men kelyapman. To'g'ri, migalkani yoqib qo'yibsiz.
u yoqdan kelayotganga ko'rinyapti, bu yoqdan kelayotganga ko'rinmaydi, orqadan kelayotgani. Umuman ko'rinmayapti. Mana yorug'likka ham qarang. Hozir orqangizdan kelib birontasi yasashi ham mumkin-da bu yerda. Sal yo'lda. Buni qaytaryaptimi? Yo'q, tushundim. Ko'rinyapti. Hozir men mana bu yoqdan ham keldim. Hop. Men o'zi strech keldim, qaytib oldim. Meni ko'rib qo'yapsiz. Mana qarang. Ko'rinmaydi-da uncha. Uncha ko'rinmaydi. Chiroyli ko'rinadi. Ya orqa stoplaringiz yo'q qo'ying, bir znak qo'yib qo'ying, stol ichida kuzatuv kamera borligi. Haqiqiy Stofnoy mobil post. Ya, siz hozir borku, bu yerda to'g'risi noqonuniy anaqa turibsiz-da. Bu Suhrob. yerda aynan dislokatsiyam bo'yicha paxta punktida hushyorlikka haydovchilar. Ham dislokatsiyani ko'rsak bo'ladimi? Bilasiz navbatchilik qismida turishini. Yo, shuni bilaman. 172 173 Bilaman. bilasizmi? Navbatchilik Bilaman. qismi. Yo, endi bor deganingizga, mabodo siz bormi? Bo'ldi, boring. Yo, mabodo bor deganingizga shunga sizdami deyapman. Dislokatsiya bilaman, admin bo'lgan. Admin bo'lmagan, navbatchilik qismida turadi. Yo, xodimlarda turishi deb demoqchiman. Shunday. Ha, shuni kuzatuvni bu tomonga qo'ysangiz bo'lmaydimi? Qarang, bu tomonda joy kengish. Bu Siz tomonda siz mana bu yerga xalaqit berib qoladi. Bu bir. Ikkinchi tomondan bu tomonni qaratsangiz, avtobusingga chang urishi mumkin deb bu tomonni qo'yib turibman. Bu tomondan Lekin siz hozir bu yerda xavfli anaqaga turibsiz-da bu vaziyatga. Avariya o'chog'ida turibman. Mana bitta oyog'i o'zi avtobusda nimada turibdi? Avariya o'chog'ida turibman. Yo'lda turibdi. Hushyorlikka chorlash uchun. Siz o'zi avtobus haydаш kategoriya bormi? Nimasi? Pravaga? Avtobus maxsus transport vositasi. Bu birinchidan. Lekin D kategoriya kerakmi? D kategoriyani yo'l harakati qoidalarining 8-band asosida o'qib ko'rsangiz, Xo'p. 8 va undan yuqori toifadagilar kerak. Ya sizga hozir bunga kategoriya D kerak, bilasizmi? Suhrobjon, o'zi siz haqiqiy YPX xodimimisiz? Dasturdan bittaymi? O'sha ichki ishlar qonunidagi 8-moddaga ko'ra majburiyatingizni bitta taqdim etsangiz-da. Dasturdan Endi bilmasam nima deyilgan bu yerda, siz bilasiz-ku, baribir xodimsiz. Mayli, kamera ko'rsatmay, mumkin emas. kamera ko'rsatsangiz. Yo, просто o'qisam bo'ldi. Shaf. 28gacha. Yaxshi ko'rmayapti, o'ting. Mana bunday qilay. Kamera ko'ringan yo'q. Qo'lingiz oling. Suhrob. Endi shu yerga Hozir bu 100% kuzatuv kamera, ha? albatta. Hech qanaqa bunaqa tezlik o'lchamaydi. Lekin baribir bor-ku, yo'lda xavfli joyga qo'yib qo'yibsa, qarang, asfalt bo'yida. Ha? Avariya o'chog'i bu yer 36-kilometr. Tushunyapman, sizni o'zingizga deyapman xavfli. Mana bu yoqdan keladigan transport vositasi sizni ko'rmaydi, chunki migalkangiz oldiga yorug'likni yaxshi beryapti, orqaga yo'q-da. Chunki men o'zim hozir spetaniya qilib ko'rdim. Balkim aytgan gapingizga jon oldi. Shuni deganim, mana orqa stoplaringiz yonib tursa ham, shu yerda qanaqadir bir transport turibdi degan orientirni oladi-da haydovchilar. Suhrobjon, men bilan spor qilmang. Lekin men javob berib aytaman sizga. Men qonunni yaxshi bilaman. Lekin siz mana bu transport vositasini boshqarishga haqqingiz yo'q. Agar sizda pravangizni ko'rsak bo'ladimi kategoriyangizni? Pravam? Ha. Yo'q. Nimaga? Sizga men pravam taqdim etmayman. Sizga dasturdan. Yo'q, haq. Siz o'zingiz og'zaki aytingchi, qanaqa kategoriya bor siz sizda? boringda meni buni haydashga kutayotganini boshqalarni ko'rasiz. Sizda kategoriya qanaqa? Bsmi? Albatta. D bor. Ha, D. Pravamni sizga taqdim etmayman. Ya mayli. Dasturdan taqdim etamiz. Ha, sizda yo'q dedingiz-ku bo'yna. Kim?
D kategoriya yo'q, lekin menga haqqim bor. Bu qanaqa transport dedingiz? Yo'q, sizga Yo'q, qanaqa transport dedingiz? Max transport. Maxus transportga dedingiz, mumkin hayda boshqarish dedingiz. To'g'rimi? O'shani o'qib tursangiz, sal nariroq aytsam, o'zimga. D kategoriya Ha. 8 va undan yuqori o'rindiqqa ega bo'lgan 8 emas, 9 o'rindiqlik. yo'lovchi tashuvchi transport vositalari uchun. 9 o'rindiqqacha Bu yo'lovchi tashuvchi emas, bu maxsus Quloq soling. ko'rsatmoqchi. anaqaga S'ga 9 ta o'rindiqlikkacha mumkin. 9 ta o'rindiqdan yuqoriga уже D kategoriya kerak bo'ladi. To'g'ri aytyapmanmi? Yo'lovchi tashuvchi bo'lsa. Ha, to'g'ri aytyapmanmi? Bu Shunday. maxsusda. Yo, maxsus bo'lgan bilan xo'p, pasportiga maxsus deb yozilgan joyi. tushundim. Maxsus bo'lgan bilan bunda ham xodimlar yuradimi? Nechta xodim mumkin? Undan ziyod yurmaydimi? Ichi to'la apparaturami? 2 kishiga moslashgan. Ismingiz Shuhratmidi? Ismimmi? Nahotki esdan chiqargan bo'lsangiz? Endi xotiram. Yo'q. Telefoningiz bormi? Yo'q. Kiring. YouTube'ga kiring. YouTube